Assalomu alaykum. Hamma inson hayotini o'zgartirmoqchi, hamma inson hayotini yaxshi tomonga va rivojlangan hayotga o'zgartirishlik harakatida poyga o'ynashni boshladi. 21-asr menimcha har tomonlama kim ko'p narsa ola oladi, kim o'zini reklama qila oladi, kim ko'p boy bo'la oladi va kim tezroq muvaffaqiyatli bo'la oladi degan musobaqalar bilan to'lib toshdi. Aynan mana shu mavzularda sizlarga yordam berishlik uchun hayotingizni o'zgartira oladigan 25 ta odat to'g'risida sizlar bilan video tayyorlashga niyat qilgandik. Agarki siz bu videoni ko'rib, bundan avvalgi videoni ko'rmagan bo'lsangiz, avvalambor bu videoni birinchi qismini ko'rib, undan keyin bu qismga ketishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Sababi u yerda biz 25 ta hayotingizni o'zgartirgan odatlarni birinchi qismi, ya'ni 12 tasini sanab o'tdik. Hozir esa 13-dan 25-sigacha bo'lgan bo'limlarni bo'lib o'tamiz. Birinchisini ko'rmas ekansiz, ikkinchi qismini tushunishlik va uni hazm qilishlik biroz qiyin bo'lishi mumkin. Agarki ko'rgan bo'lsangiz, unda boshlashimiz mumkin. Hayotingizni o'zgartiradigan 13-odat. O'zingizga investitsiya qilishni o'rganishlik. Bu juda ko'p insonlarning eng katta muammolaridan biri. Nima uchun desa, juda ko'p insonlar investitsiyani qilishlik bo'yicha juda ko'p harakat qilishyapti va bu bo'yicha bankka pul qo'yib ko'rishadi, bizneslarga pul tikib ko'rishadi, boshqa qilib ko'rishadi, lekin aynan bu mavzuni olib chiqishimga eng katta sabab bo'lgan videolardan biri bundan 80-yoki 70-yillarda olingan bir video bor edi. Videoda Amerika investor kelgan paytida bir inson savol beradi. Rus millatiga mansub bo'lgan inson bir savol beradi. Savolda shunday gap aytiladi: "Men $10,000 pulim bor va investitsiya qilmoqchiman. Qayerga, qanday investitsiya qilsam men yaxshiroq va tezroq muvaffaqiyatli bo'laman?" degan paytida shu investorning zo'r gapi bor. Agar sizning $10,000 pulingiz bo'ladigan bo'lsa, sizga tavsiyam o'sha pulni o'zingizga investitsiya qiling. Til o'rganing, birorta bir kurslarga boring, kitob sotib oling, o'qing, o'zingizni rivojlantiring. O'zingizni kim bo'lmoqchi ekaningizni avvalambor aniq qilib oling va shu narsaga sizni yetkazib olib borish mumkin bo'lgan ilmlarni birin-ketin olib borishni boshlang. Mana bu investitsiya sizni haqiqiy ma'noda rivojlantiradigan investitsiya. Yaqinda bir ustozimning zo'r gaplarini eshitdim. Mana dunyoqarashim o'sishni boshlagandan keyin dunyodan topayotgan daromadim, ya'ni moddiy daromadim ko'payishni boshladi. Bir narsani tushundim. Insonning tafakkuri va dunyoqarashini kengayishi uni topayotgan daromadini kengayishga sabab bo'ladigan eng asosiy unsurlardan biri ekan. Shuning uchun o'zingizga nisbatan investitsiyani kattalashtirishingiz sizga kelayotgan daromadni katta bo'lishiga sabab bo'ladigan eng go'zal narsalardan biri. 14-si, birorta bir til o'rganing. Bir inson o'zbek tilini bilar ekan, o'zbek tilida kitob o'qir ekan, o'zbek tilidagi kitoblarni o'zi bilan faqatgina O'zbekistondagi nomer 1 darajadagi eng zo'r muvaffaqiyatli inson bo'lishi mumkin. Lekin siz ham ingliz tili, ham rus tili, ham turk tili, ham arab tilini bilar ekansiz, bu tillardagi ilmlardan ham bahramand bo'lish imkoniyati bo'lar ekan, siz xalqaro darajadagi insonlardan biri bo'lishga harakatni boshlaysiz. Bir narsani unutmang, dunyo faqat O'zbekistondan iborat emas. Shuning uchun xalqaro miqyosda mutaxassis bo'lishga harakat qilishlik bu sizni olib chiqishingiz mumkin bo'lgan eng yuqori cho'qqilariga bo'ladigan eng go'zal narsalardan biri deb hisoblayman. Shuning uchun avvalambor til o'rganingki, hayotingiz ham yanada go'zal va yanada kengroq bo'lsin. 15-si, oz gapiring. Ko'p gapirishlik insonning hayotini o'zgartirmaydi. Insonning hayotini kam gapirib, ko'p amal qilishlik o'zgartiradi. Sizni qilayotgan ishlaringiz haqida boshqalar aytayotgan gapi sizni o'zingiz haqida aytayotgan gapingizga qaraganda ancha kuchliroq va anchagina yaxshiroq hisoblanadi. Shuning uchun oz gapiring va ko'proq harakat qilingki, natijalaringiz siz haqingizda gapirsin. 16-si, yo'q deyishni o'rganing. Hayotda juda ko'p insonlardagi eng katta muammolardan biri biz juda ham andishali xalqmiz. Andishali xalq bo'lganligimiz uchun biron narsani iltimos qilib keladigan bo'lsa, hech qachon yo'q deyishlikka erinamiz yoki xijolat bo'lamiz. Shuning uchun sizlarga eng katta iltimosim, yo'q deyishni o'rganing, hattoki o'zingizga nisbatan ham yo'q deyishni o'rganing. Bu qanday bo'ladi? O'zingiz nafsingiz bilan kelishdingiz, bugun o'tirib kitob o'qiysiz. Nafsingiz aytadi, "Yo'q, ket, Instagramda zo'r reelslar bor, reels ko'ramiz yoki bo'lmasa TikTokka kiramiz." Bo'lmasa YouTube'ga kirib birorta bir yaxshi film ko'ramiz. Ketdimi degan paytida yo'q, men kitob o'qiyman deb o'zingizga nisbatan ham yo'q deyishni boshlar ekansiz, hayotingiz yaxshi ma'noda o'zgarishni eng katta bosqichlardan biri mana shu bosqichdan boshlanadi. Keyingisi, shukr qilishni o'rganing.
hayotingizda sizga berilgan ne'matlar juda ham ko'p insonlarga berilmagan. Agarki siz faqatgina sizdan yuqori darajadagi insonlarni ko'rib, ularga havas qilib, o'zingizni hayotingizdan nolishdan ko'ra, sizdan anchagina pastdagi insonlarga bir og'iz qarab qo'yib, ularni hayot tarzi, yeyayotgani, ichayotgani, kiyayotganiga bir og'iz e'tibor berib ko'radigan bo'lsangiz, hayotingiz sizni juda ham katta ne'matlar ichida yashayotganini ko'rib turib, o'zingiz hayratda qolasiz. Biror bir narsaga intilar ekansiz, tepaga qarashlik bu albatta yaxshi. Lekin shukr qilishingiz uchun avvalambor pastga ham qarab turishingiz kerakki, hayotingiz o'z aslida anchagina yaxshi ekanligi to'g'risida o'zingizga nisbatan va Allohga nisbatan shukronalik hissini ko'paytirishlik uchun. Keyingisi, ko'p kitob o'qishlik. Ko'p kitob o'qishlik sizni hayotingizni o'zgartirishi mumkin bo'lgan eng go'zal narsalardan biri deb ayta olaman. Nima uchun? Sababi siz kitob o'qirkansiz, siz endi bitta shaxsiyat emassiz. O'qigan kitoblaringizdagi har bir kitob sizga yangi bir ustozni berayotgan darslari. Bu darslar qanchalik ko'p bo'ladigan bo'lsa, sizni dunyoqarashingiz shunchalik katta va gapirayotgan gapingiz shunchalik mazmunli va mohiyatli bo'ladi. Bu esa sizni katta bosqichlarga o'sib borishingiz uchun eng katta yordam beradigan unsurlardan biri hisoblanadi. 19-si, yordamsevar bo'ling. Yordamsevar bo'lar ekansiz, insonlarga yordam berar ekansiz, ulardan kelayotgan tashakkur sizni o'zingizga nisbatan ishonchingizni va sizni rizqingizga baraka olib keladigan eng go'zal narsalardan. Shuning uchun boshqalarga yordam beringki, sizni hayotingiz yanada go'zal va yanada mazmunli bo'lishni boshlasin. 20-si, hamma narsaga qiziqing. Menga ajoyib bir savol berilardi. Savol shundan iboratki, Abdulaziz aka, men ko'p kitob o'qimoqchiman, lekin buning uchun nima qilishni bilmayapman. Ko'p kitobni kim o'qiydi desa, uning miyasida ko'p savol bor bo'lgan va juda ko'p narsaga qiziqqan inson ko'p kitob o'qiy oladi. Chunki sizni qiziqqan mavzungiz faqatgina biznes bo'ladigan bo'lsa, siz faqat biznes sohasida kitob o'qiy olasiz. Sizni sohangiz oshxona va oshpazlik sohasida bo'ladigan bo'lsa, siz faqat oshpazlik sohasida o'qiy olasiz. Lekin siz ko'p narsaga qiziqar ekansiz. Koinotga, ITga, misol uchun dunyoning qanday yaratilganligiga, dinga, dunyoviy ishlarga, biznesga, har xil narsaga qiziqar ekansiz. Siz kitoblarni ham turli xil o'qiysiz va dunyoqarashingizni ham kengayishiga eng asosiy sabab bo'ladigan aynan mana shu narsa. Shuning uchun ko'p narsaga qiziqingki, ma'lumotlar sizga doim yetarsiz bo'lib qolaversin. 21-si, qadriyatlaringizni saqlab qoling. Juda ko'p insonlar chet elga ko'chib ketishadi yoki bo'lmasa o'zlarini do'stlari bilan boshqa bir firmalar qurishadi, boshqa bir millat a'zolari bilan birga ishlashadi va shu jarayonda juda ko'p insonlar qadriyatlariga xiyonat qiladi. Qadriyat nima degani esa sizni o'zingizni chegaralaringiz, shaxsiy chegaralaringiz. Misol uchun, men aroq ichadigan insonlar bilan bitta davrada o'tirmayman. $1,000,000 bergan taqdirda ham shu narsaga amal qiling. Yoki bo'lmasa, men hech qachon dunyoqarashi past insonlar bilan fikr talashmayman, birorta bir mavzu talashmayman. Bo'ldi, bu qadriyatingizni doim tikka turing va jiddiy ma'noda turing. Shuning uchun qadriyatlaringizni avvalambor belgilab oling va ularni saqlab qolishlik uchun harakat qiling. Nima uchun desa, qadriyatlaringiz sizni atrofingizdagi insonlar oldida xarakteringizni va sizni shaxsiyatingizni belgilab beradigan eng asosiy narsalardan biri hisoblanadi. 22-si, qabristonlarni ko'p ziyorat qiling va o'limni eslab turing. Nima uchun desangiz, sababi siz qilayotgan harakatlaringiz, sizni qilayotgan ishlaringiz hammasini oxirgi manzilini ko'rib borishingiz va bilib borishingiz sizni yanada ko'proq ishlar qilishlikka, yanada yaxshi ishlar qilishlikka va atrofingizda ota-onangizga yaxshilik qilishlik, atrofingizda yaxshi ayolingizga yaxshi munosabatda bo'lish yoki bo'lmasa shunga o'xshagan eng muhim bo'lgan narsalarga ko'proq fokus qaratishingiz uchun eng kerak bo'ladigan narsalardan biri o'limni ko'p eslashlik va qabristonni ko'p ziyorat qilishlik kiradi albatta. 23-si, o'tmishingizdagi o'zingizni, eski holatingizni eslab, stresslarga hech qachon berilmang, faqatgina kelajakka nazar soling. Kung Fu Pandada zo'r gap bor edi. Kecha o'tib ketdi. Bu shunchaki tarix. Erta qachon kelishi noma'lum. Balkim kelar, balkim kelmas. Senga berilgan imkoniyat faqatgina bugun. Shuning uchun buguningni qiymatini bil va buguningni qadrla. Bu juda zo'r gap. Kichkina multfilm bo'lganiga qaramasdan juda katta ma'noli gaplar u yerda juda ko'p edi. Shuning uchun sizlarga eng katta tavsiyam, o'tmishingizda agarki sizni o'zingizga nisbatan ishonchingizni so'ndiradigan yomon odatlar bo'lgan bo'lsa, yomon ishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, ularni eslab nima bo'lar ekan deb siqilib yurgandan umuman foyda yo'q. Shuning uchun kelajagingizga qarang, o'tmishdagi xatolardan faqatgina dars chiqaring va o'zingizni
buguningiz va ertangingizni yaxshi tomonga o'zgartirishdagi harakatni aynan shu bugundan boshlashingizni tavsiya qilgan bo'lardim. 24-si sport bilan shug'ullaning. Sport bilan shug'ullanishlik sizni hayotingizni o'zgartiradigan eng asosiy narsalardan biri. Juda ko'p insonlar diqqat muammosi bilan hozir muammolarga ko'p duch kelyapti. Hech kimni 20 daqiqalik videoni ko'rishlikka ehtiyoji, qobiliyati yo'q. Agar bunga ishonmayotgan bo'lsangiz, hozir video necha minut davom etyapti bilmadim. Hatto ko'rishingiz mumkin. Men sizga statistikani Instagram berib borishim mumkin. Ko'rilayotgan videolarni uzog'i bilan 5 yoki 10 daqiqasini ko'rishyapti. Qolgan hech kimning sabri yetmayapti. Aynan mana shu sabr yetmasligining eng katta muammolardan biri ham diqqat yetishmovchiligi. Sizga sport bo'lar ekan, hayotingizda sport bilan jiddiy shug'ullanishni boshlar ekansiz, bu sizni diqqatingizni, fokusingizni va o'zingizga nisbatan ishonchingizni oshirib boradigan eng go'zal narsalardan biri. Shuning uchun hayotingizni yaxshi tomonga o'zgartirishni avvalambor sportdan boshlashingizni tavsiya qilgan bo'lardim. 25-si chiroyli va sifatli kiyining. Bu sizni hayotingizni o'zgartiradigan eng go'zal narsalardan biri. Sifatli kiyim degani hech qachon arzon bo'lmaydi. Ammo siz qimmatga sotib olayotgan bu oddiygina kiyimlar sizni atrofingizdagi insonlarni sizga nisbatan oynaga qaragan paytingiz o'zingizga nisbatan ishonchingizni zo'r orttiradigan narsalardan biri. Shuning uchun doimo chiroyli, doimo yaxshi kiyinib yuringki, hayotingiz ham chiroyli bichimdagi insonlar kabi bo'lsin. Va eng asosiy 26-si. Sizni hayotingizni o'zgartiradigan eng go'zal narsalarni eng kattasini aytib beraymi? Bu sayohat qilishlik. Sayohat qilmas ekansiz dunyoqarashingizni o'stira olmaysiz. Sayohat qilmas ekansiz atrofingizdagi hayotlarni ko'rib turib, hayot faqatgina shundan iborat ekan deb o'ylab qolasiz. Siz sayohat qilar ekansiz, dunyodagi insonlarni yanada to'g'ri va yanada yaxshi va yanada xursand bo'lib yashayotganligini ko'rasiz. Baxtli hayot kechirish sirini bilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, sizga eng keta tavsiya qiladigan eng asosiy odatlardan biri bu sayohat qilishlik. Sayohat qiling, kitob o'qing va tavsiyalarga ko'ra 25 ta odatni hayotingizda tatbiq qilib boringki, hayotingiz yanada yaxshi, yanada go'zal bo'lsin. Agar video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa va aynan mana shu joygacha ko'rishing nasib bo'lgan bo'lsa, sizdan iltimos qiladiganim albatta pastdagi obuna tugmalarini bosib qo'yishligingizni, like tugmasini bosishligingizni va pastda bu mavzular qanchalik manfaatli bo'lgani to'g'risida izohlarda yozib ketishingizni. Katta rahmat, salomat bo'ling va inshaalloh manfaatli bo'ldi umid qilamiz.